Dadam menga nima qildi? Dadam zavodda menga nomimga o'tkazib berdilar. Mendan keyin qiynalib yurmadim. Ana o katta uchastka borib o'tirganimiz. U ham menga nomimga o'tdi. Bugungi ziyofat hammasi menga nomimdan. Faqat ichamiz. Hamma ichadi. Domla olmaydilar-yu, ichmaydi-yu. Ichadi bu ham. O'rta oblasan-ku. Umuman ichmaganman. Nimaga? Dadam ham o'tganlar. Xos ko'nglimga sig'maydi. Ey, menga qara. O'tgan odam o'tib ketdi. Ha, aytgancha. Hali ham o'sha maktabingda ishlab yuribsanmi? 4-5 oylikka? Ha. Xohlasang, meni yonimga o't. Kattaroq oylik qilib beraman zavoddan. Dadangdan senga hech narsa qolmaganga yarasha, sendan bolalaringga nimadir qolsin. Ichamizmi? Bul. Assalomu alaykum onajonim, mehribonim. O'tiribsizmi hali ham? Dadamga aza tutib. Tushunmadim. Nimaga g'alati gapiryapsan? Nima balo ichib oldingmi? Shu paytgacha ichmasding-ku. Onasini emsin. Siqilib ketdim, oyi. Siqilib ketdim. Nimaga bunaqa birdan o'zgarib qolding? Dadang rahmatli seni mana shunday ichib yurishing uchun o'qitganmidi? Bilasan-ku, dadangning obro'si juda ham katta edi mahallada. Hamma ularni yaxshi ko'rardi. Haligacha Tolipov domla desa, hamma yaxshi gap bilan eslashadi. Seni dadang oyi. Dadang durmang. Dadam meni o'qitguncha bir kattaroq meros qoldirib ketsa bo'lmasmidi? O'rtoqlarimni dadasini qarang, zavodini nomiga o'tkazib berdi. Dang'illab uchastka shahar markazidan nomiga o'tkazib berdi. Meni dadam bo'lsa mana shu tomi qishli uydan boshqa hech narsa qoldirgani yo'q. Dadam menga nima qildi? ahmoq, nimalar deyapsan? Dadang haqida shunday gapirishga uyalmaysanmi? Kim aytdi senga? Otadan faqat boylik meros qoladi deb, ha? Otadan bolaga yaxshi tarbiya meros ham qoladi. Erkak kishiga sog'liq bilan odamlar orasidagi obro' eng muhimi derdilar, esingdami? Shunaqa odamlarni ham ko'rganmiz. Tog'day boyligi bilan ham odamlarning orasida obro'sini sotib olamagan. Bilasanmi? Qiyomatda farzandga qoldirgan boylikdan emas, farzandiga bergan tarbiyasi bilan so'raladi. Tushundingmi?